Assalomu alaykum barchaga. 2018 tiniqman so'raganlarga tegashli o'zi. Probegi kamidan dedi-ku 590 ming probeg. Narxini sirasi aytib o'tamiz. 46,5 ming gapti egalarini o'zlariga 60 ming dollarga tushgan ekan vaqtida. 600 talikdan 1 tonna 200 bak sredniy rama balonlar, mosti balonlari bir 60-70%. Mashin juda tiniq holda turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa 2018 tiniq mashin kamdan kam chiqadi. Bosaveradigan joyi lekin akalar. Mashinga gap bo'lishi mumkin emas. Ramalari mana orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Sredniy kabina, adbululari ishlaydi. Oldi balonlari bir 70-80% atrofida. Mashin toza, tiniq hamma joyi. Sirazi shunday kim birinchi telefon qilib aloqaga chiqib menimcha naqd pulga bosaveradigan mashin, tegash so'ragan aka-ukalarga tavsiya beraman. Mashinani o'zim ko'zim bilan kelib ko'rib video qilyapman. Hozir bir qator ishlarni ham ko'rsatib o'taman. Mashina rabochiy ishlab kelgan mashina, salonlarini hozir ko'ramiz. Reysdan kelgan. Mana mashinamizning salon ichlari gap bo'lishi mumkin emas. Afshi lekin mashina o'ta go'zal holatda turibdi. Rabochiy mashina, hozir probeglarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana o'zini halol probeglarini ko'ramiz. 594.333 ekan. Shunaqa probekda tablolar toza, adbullar ishlaydi aytganimizdek, gap bo'lishi mumkin emas mashinaga. Telefon qilib shuni aloqaga chiqib, baraka qilib bosaveradigan joyi bo'ldi lekin mashinaga. Mashinani to'liq ma'lumotlarini egalarining o'zidan olasizlar. Ekranni yuziga qo'yib qo'yamiz. Telefon raqamlari va hamda videoni pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.